Hurmatli seleksionerlar, mana bu loyihamga kirib, bir sira seleksiya hayvonlarini ko'rib chiqsalaringiz, u yerda men arashan qo'ylarini seleksiyasini joylashtirganman. Hozirda hammasining egasi meni o'zim bo'lib turibman. Qirg'izistonmi, Qozog'istonmi, Tojikistonmi yoki bo'lmasam O'zbekistondagi seleksionermi farqi yo'q. Menga chiqsalaringiz, kimda o'sha qo'y hozirda egasi bo'lib turgan bo'lsa yoki oldin kimdir egasi bo'lgan bo'lsa, shularni aytsalaringiz, o'shanga biriktirib beraman. Foydalanasizlar. Bu ilovadan seleksionerlar foydalanmasa juda ko'p narsa yo'qotadi, aytib qo'ying. Chunki arashan qo'ylarimi, hayvonlarmi, otmi farqi yo'q. Naqangi yaxshi narsa qilyapmiz, avtentikatsiya, ya'ni uni o'sha tasdiqlash bo'yicha ham dasturimizda bor. Hech qanday bir belgisiz, hech qanday bir qulog'iga tek, ya'ni berka qo'yishsiz avtentikatsiya, ya'ni tasdiqlab qo'yish programmasini ham qilyapti. Shuning uchun foydalaninglar. Bu yerda har bitta arashan qo'yning iyerarxiyasi, otasi, otasining otasi, uning otasining otasi bor yoki onasi bor. Shu bo'yicha foydalaninglar. Salomat bo'linglar.